Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mutallib aka, qanday ahvolingiz, yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz qandaroq kim bu? Yaxshi, men bu Nurga ishlar uyushmasidan bo'laman. Ha. Kim qandaroq mijoz tekshmi? Yaxshi aka, rahmat. Endi oldi bilan shu qatimliq bizningki intervyuni qabul qilganingiz uchun sizga Nurga yoshlari vakolatan sizga ko'p rahmat aytaman aka. Endi hammamizga ma'lum bo'lgandek, Nurga Uyg'ur futbol komandasi 2007-yili sizning va Uyg'ur jamoatiningki qo'llash va quvvatlashi bilan hozirgacha toki 11 yillik bir musofirni besib o'tdik. Endi shu 11 yillik shonliq musofimizda sizning va futbol suyar yoshlarimizninki to'kpisi ajoyib zo'r bo'ldi. Endi bu 11 yillik trenerlik, kasbiy trenerlik bo'lish sifatingiz bilan shu vazifalarni o'tadingiz hamda nurg'unlagan futbolchilar jangivar yoshlarni yetildirdingiz aka. Buningga butun Norvegiya va butun dunyodagi Uyg'ur jamoati buningga ko'z yummaymiz, ham ko'z yumg'ili bo'lmaydi. Endi shu 11 yillik vazifani o'tash jarayoningizda balkim kelgusida bizningki chet eldagi Uyg'ur futbolchi yoki konkret yasak shu Norvegiyadagi Uyg'ur yoshlariningki shu futbol jihati yetaklaydigan bir kasbiy trener yoki kasbiy bir yetilgan bir futbolchi azimatnimi yetildirdingiz deb o'ylaymiz endi. Shuningga bir azroq fikringiz yoki buningkin kelgusidagi futbolni masalan kim yetaklasa sizcha muvofiq bo'ladi va biz yoshlar qanday qilsak shu futbol sohada texmi yaxshi uyushib qila olamiz. Shuningdan bir gapni apaqaydab shuningga sizga telefon qilishim aka. Rahmat. Siz degandek o 2007-yili oxirida qurilgan biz shunda bir yoshlarni bir yerga bir ekelsak, bir niyat, bir ideyada bo'lsa-ki, deb mushini deb asos tutgan holda qarsam uddan yaxshi o'ynaydigan nadir yaxshi bolalar chiqibdi-ki, shuningla bu bolalarni yoshlarni yig'ayli deb shuni bir yig'ib bir komanda qurdik. Men nima deb 4-oydan keyin bizningki yilda bir bo'ldigan bir aylanma musobaqa bor. Bu musobaqadan keyin bu o'ylab baksam bu yosh mening ishim bir yerga boradigan qaramoqda. Men shuni chekirkatdim. Kashkicha bu yosh bolalar bilan ish bo'lmaydi ekan. Bunun üstüne bir salomat tazı yaxshi bo'lmadi hozir. Şunun bu işlerini uyushib hamda ilgirimi bolalarning orasida bir kapitan bo'lib kelayotgan ham menga yordamchi bo'lib ma'lum trener bo'lib kelayotgan bizning bir yigitimiz bor-ku, Muzaffar deb. Stavangerda. Bu bolalar Sherzod degan bolalar ma vazifani ol. Bu vazifani sen ağın ben hem de bu balla çünkü hem de küçük çıkandaki işçiler bu Avrupa'nınki uslubuğa Avrupa'nın nimesiga kirkidi diken daha karan bu uslub jatta. Hem de yüzünüz bilirsiniz biz hem de şu 80. yıllar oynagan adamlar hem de bu bizniki o texniklerimiz hazır mayaga hem de gayda durus keldi gayda durus kelmeydi iken. Ben bunu oylap şu uslubni sal yangi pasımda qilayli deb şu Muzaffar sen ağın desem aka men hazır yaşko men bir oynab olay dedi o'zi. Bu Muzaffar degan onu bir tanıştırsam bu bala Ürümçide tantarbiya sahasida hali bir nam ba bala hamdi bu. 100 metrlik rekord ba. Bu tantarbiyada bo'libmi futbol sahasida nazariya va amaliy bir saviyasi sal ustunroq bo'ladi. Gayda bir nechimiz bizning bir necha guruh bor. Bir guruhimiz bor, bir nechimiz bor.
Bunun da asasen bu şu bir şey şu taktika bu işler teknik zetlerde müşküzatlarla bu nekisi mesulte. Bunun da ben netçi diğer desem bu yüzümüm oyunu olay dedi. Şunun bir küzetken ballarımın içinde birisi muşo. Şunun bununla bu da hem de resmi dedim. Sizlerin ki yaşlarının bir uyuşması bakkan bu. Toplam soğuluğa bir neçesini görüşüp hem de yaşanıp kaldım. Ben bu teknik gelecektim hem de sel yanılak yapmasak olmaydı. Şuna şu işini Muzaffer'ge bəsəm dep onu çaraylık Aslanın bejgit işi yol şu aslanın bir işbişilikler gidip oldu ütep bunun dikin bunu tapşırıp verdim. Bunun dikin mavu bizniki mavu Uygur taşkilatınki mavu reisi Barat efendimge muşu gittim digenmen bügendim başlap ben bu işlerde yok Muzaffer'ge tapşırma ama minimum muşu mutalip futbolda bakyan o digenine nip kılınla ama pensiyaga çıkay eğer canda eğiz arkalıksan da istiba soray bunun dikin Muzaffer'ge tapşırıp verdim çıraylık bulağa aldım ütüp çıktım ben de. Hem de hazır bunda aytqanda Muzaffer'ge hesapta qo'liga saq tapşırıp verdim ben de bu vazifeni. Bunun dikin Xudoyim bursa bu bala yeteklep hep mağıdı. Xudoyim bursa. Hem de hazır şu Muzaffer'ge tapşırdım ben de. Xudoyim burgan bolsa bu Muzaffer'ge deyiştiqa ki manga telefon urupga bunu qanday qilamiz bu depan bir plan tuzab chiqayli deb hozir shuning tayyorligida endi bu Muzaffarlar yaqinda shu FIFAga bir arz sungan bular eyliq biz vatandagi Erfan qarindishimiz Erfan deb bizning futbol cho'lponi o'tdi. Şunu akreditga şunun üstüde naat bula aldırış bu işlerini kılıp atıdı. Bu onun üstüge FIFA'ga arzını sunup endi onun neticesi qanday oldu kütüp atıdı endi valla. Xudoyim burgan bolsa mana bu yil endi 8-ay olib qoldi. Bolsa kelar yili 105'de bir Üstad meydan bir xalqaralıq bir musobaqalar uyushtirib Gollandiyadın va Shvetsiyadan labla aloqalashib shunday yiqilgan bo'lsaq deb bu taklifni qildi hamda buni mana ular bilan aloqalashib shunday narsani shunday bir musobaqani uyushtirganga harakat qilayli degan planni qo'ydik endi qarang. Xudoyim bo'lsa bo'lib qolar hamda inshaalloh. İnşallah. Ben yine Muzaffer qarindishimizni sal turib telefon orqali intervyu qilaman. Balkim bunun konkret ahvolini, qanday plani va qanday maqsadga yetmoqchi, qanday jarayonlar ketadi onunga. Shunga men shu Muzaffer qarindishimizdan ben o'zim telefon qilib o'z og'zidan yine bir anlab baqsaq, texmi tushunchalik bo'larmiki deb o'ylayman endi. Texmi tushunishlik. Yaxshi o'tdi. Rahmet aka sizning shu vaqtingizni chiqarib, shu intervyuni qabul qilganingizga biz shu Nuriga butun yoshlar vakolatan men sizga minnatdorligimizni bildirma. Siz shu 11 yillik jarayonda futbol komandasini tashkillash shu ternerlik bo'lish jarayonida nurg'unlagan jafolarni tortdingiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Alloh teningizni mangu salomat qilsin aka. Etxanangiz bersin. Amin. Buradan olsa hoş, Xudoga minnat ko'rishguncha aman bo'lishaylik. Ma'qul aka. Allohga emanet. Ma'qul xo'sh. Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Muzaffar, qanday ahvoling, yaxshimi? Men bu Nuriga ishlar uyushmasidan uryapman. Yaxshi, o'zingcha yaxshimi dash? Yaxshi. Tunugun bizningki futbol ternerimiz Mutallib Kamdan bir qitimliq intervyu oldim. Bu adamning deyishicha sana buningdan keyingi Nuriga Uyg'ur futbolininki ternerlik vazifasini sana o'tin berganligini dedi bizning intervyuda. Oldi bilan muborak bo'lsin qarindishim. Rahmat, ko'p rahmat. Endi senden so'raydigan bir necha savol bor. Endi birinchisidan boshlasak, birinchi savol, sen mushu hozir futbol sohasida qanday bir xizmatlarni qilyapsa, shuni bir hozir qilayotgan xizmatingni bir qisqa tushuntirib bergan bo'lsang. Bo'ladi. Eng avval men peshqadam ternimiz Mutallibkom va atrofimizdagi shu meni qo'llab kelayotgan do'st birodarlarimga rahmat aytaman. Ondan bu sizlar intervyu olgan Mutallibkom degan gaplarni men Mutallibkom bilan burun tillam parans kelayotgan Mutallibkom deydi. Faqat mushlar keyin sizlarga qoladi, balkim sana qoladi, ching turmushlarda deydi. Vaqtlarda biz yosh bo'lgandan keyin endi shu topni o'zimiz suyib qizib o'ynagandan keyin tepgandan keyin aka men hozircha shu futbol o'ynab tursam, shu ternerlik, boshqa ishlarga qatnashmay tursam dedim. Desam bo'ldi uka, unda bo'lsa sana vaqt beray. Qanchalik o'ynasang shunchalik o'ynagin dedi. Aralaqda mana 10 yillar o'tdi. 10 yilni yog'i Mutallibkomning qo'lida turib, har qanday musobaqalarga berib, ternerlik xizmatlarini ancha ko'rib, suvoqlarni beshini o'tkazgan ishlarni hammani ko'rib, endi turib, hamma ishlarni ko'rib, endi vaqt payti kelib qoldi uka, bunda bo'lsa mening ishim bir oy berib qoldi, unda bo'lsa bu xizmatni sen qo'lingga ol dedi. Deganda bo'ladi aka. Uzundan yog'man ishinib kelyapsan, inandim tudim. Men sana ishonib, sen menga ishinib kelyapsan, shunga bu xizmatni men qo'lingdan Alloh ustimga. Men jon ko'ydirib ishlayman aka. Deb Mutallibkomda bu xizmatni qo'limga oldim. Endi bu xizmat endi faqatla bir ternerlik xizmati emas bu-chu. Bu xizmat endi shu butun Nuriga Uyg'ur yoshlarni yig'adigan, bir so'ringa akilib, o'zaro tunishtiradigan, o'zaro fikr almashtiradigan, o'zaro tan salomatligini o'zaro silishtirib, ya'ni futbol o'ynab tursak, tan salomatligimiz texmi oshadi-da. Shunga shu tariqada bu ishlarni olib berayotgan. Endi buningdan keyin biz burun qandoq Mutallibkom qandoq mangdirayotgan bo'lsa, to'xtatmay, texmi gullantirib, texmi yangi uslub bilan kirgizib, bu futbol musobaqasiga futbol ishlarga shu butun endi keynimizdan cho'ng bo'layotgan yosh o'smir bolalarni yig'ib, cho'nglar bilan cho'ngdaq ishi oshgan futbolchilar bilan tang top tepkizib o'zaro tajriba almashtirish orqali texmi o'zimizni bir-birimizga bog'lash uchun bu endi men yangi qo'limga olgan bo'lsam-mu, ammo Mutallibkomning ancha-muncha yo'l yo'riqi fikrlari bilan bu ishni inshaalloh endi yo'lga solyapman. Endi yaqinda qilayotgan ishim, bu shu vazifani olgandan keyin qilayotgan ishim, biz bilib turibmiz, bir futbol cho'lponimiz, ya'ni kichik yosh futbol cho'lponimiz Erfon degan inimiz, ya'ni. To'g'ri. Ishqirda bir klubda shundoq yaxshi top musobaqa o'ynab, hammamizning ko'ngilni rozi qilib, chet el turayotganlarning, hatto vatan ichidagi xalqlarimizga tunilib, shundoq bir natijadan qo'l keltirayotgan yosh o'smirimizni hamda Xitoy tarafidan begunohsizlan nimaga tarbiyalash lageriga kirib ketganning bu hamda bizga bir cho'ng bo'lgan, bizga bo'lgan bir cho'ng bir yo'qotish bo'ldi deymiz hamda buni. Hamda buningga biz to'pni o'ynab bilan qolmasdan mushlarimizni cho'qim yerga qo'ymasligimiz uchun biz hozir hamda FIFAga mush to'g'riliq iltimos qildik. Iltimosini berdik. Mushu arz sunduq. Bu arzda biz konkret tekshirib, bu zodi nim sababdan tutilgan bir topchi, ya'ni bu
siyosatga aralashmagan bir yosh bola nima deb shu ishkirki bir futbol klubida musobaqa o'ynaganligi uchun ta'til vaqtida uyga ketgan bilan yo'qolib ketgani uchun bu sabab hech qanday bir javobsizdan qolganligi uchun biz buni ham biz cho'ng müstaqil hükümetlerden mesela diyelimdeki FIFA'ga hem de iltimas sunup koyduk. Bunun iltimas, bunun cevabı hem de yakında kiptaş mümkün inşallah. Sahavatımız. Yeni bir 10-15 gün saklayımız. Bu markası yeni bir kıtım iltimas sunumuz inşallah. Çünkü birinci kıtım okutulan unutup kalan ihtimallıkla bop kalsa, ikinci kıtım yeni bir iltimas sunsak. Eğer sunsak o vakti de anki toptur bu malanın sal ciddirak okşaydı deyiş ihtimallığı buluşu mümkün. Şuna şu işlerini çıkıvatımız hem de her taraflardan küçük çıkırıp şu iltimas kıgalla iltimasını izbeygen Norveççe, İngilizce tercih kılıp kılan kıyarındaşlarımın köp rahmet etmen aralıkta. Hem de bu işler inşallah yaxşı bop biter dep oylayman. İnşallah. Sizlerden Allah köp razı olsun. Hem ecrinlarını ziyade kılsın dep Cenab-ı Allah'ın dua tileyimiz. Amin. Hem de yakında kıvatkan işim mesela ben küçükten bir misal kalsam yakın 3 aydan 6 aygacha bir meydan musabaqa o'rlashtiramiz. Şununla her bir şehrdeki şu futbol meşq kıvatkan futbol azaları yani futbol azaları mukim meşq kılış gerek. Onundan sırt anandikin şu vekillerge şu meşq kılış jarayonidagi eng yaxshi beden sapası texnikasi eng yaxshi bo'lgan 5 kishidan manga 5 kishini manga avat bergan bo'ldi. Avat bersa ananki uni bir retlab qaytadan anandikin yine şu 5 shahardagi vakillar bilan yine shuni muzokiralashgandan keyin anandikin bir muqim ya'ni bir muntazam bir komandadan birini qilib inshaalloh bo'lsa qo'shnimiz Shvetsiya yoki bo'lmasa Gollandiya yoki Fransiya shu davlatdagi Uyg'ur futbol komandalari bilan bir maydon do'stlik musobaqasi o'rinlashtirmoqchi bo'lyapmiz. Inshaalloh bu ishlarga bir ishlarimiz oson qilsin. Buni men plan qilib qo'ymoqchi yoshlar uyushmasiga. O vaqtida anandiki u plan o'tgandan keyin anandikin inshaalloh butun Norvegiya xalqiga to'rda yoki internet orqali buni jakarlab bir futbol musobaqasi bo'ladi. O'rni mayada kep qatnashib berishlarni umid qilamiz deb bir to'rdan bir e'lon qilmoqchida hamda. Hozir degan bu yoshlar uyushmasi bilan maslahatlashib yoshlar uyushmasi orqali degan bu yoshlar uyushmasining komandasimi yoki bu aşı burunqi mutallibkam tarbiyalayotgan bolalarningki komandasimi? Bu komanda ham biz o yoshlar uyushmasining burun qurilgan bir komanda. Hamda bu komanda iqtisodiy jihatdan yoki boshqa jihatlardan atrofimizdagi Uyg'ur xalqimizning kuchishi. Andan keyin Norvegiya Uyg'ur tashkilotimizning ya'ni komitetimizning yordami o'rinlashtirishlari aloqalari bilan hozir qadar kelayotgan bir futbol ishlari bu-ku. Hamda men o'zim shaxsan o'ylayman bu shaxsiy yoshlar uyushmasining futbol komandasi desakmi toza to'g'ri kelmaydi. Ham Uyg'ur komitetining futbol komandasi desakmi to'g'ri kelmaydi. Ham mutallibkamning shaxsiy bir komandasi desakmi to'g'ri kelmaydi. Chunki bu ishni butun hamma odam bütün hamma Uyg'ur xalqimiz bu Norvegiyadagi bütün hamma shahardagi Uyg'ur xalqimiz iqtisodini, kuchini, ovozini berib, taraqquzib, hozir qadar davomlashtirib 10 yilning yog'i yaga qolib qolmay ko'tarib kelyapmiz. Bu hamda men masalan bu savolga javob berib qolsam, bütün Norvegiyadagi Uyg'ur xalqining futbol komandasi desak, texmo men o'zimni bir xil rahat bir his qilman deb so'radim. To'g'ri. Rahmat qarindishim, Alloh sendan razı olsun. Sening bu vaqtingni chiqarib bizning bu ziyoratimizni qabul qilganingga rahmat. Bundan keyingi ishlaringlarni inshaalloh Alloh xayrli qilib bersin. Xudoyim buyursa, Norvegiyaningki Uyg'ur futboli yoki butun Yevropa dunyodagi Uyg'ur futbolini bir gullantirib o'tasizlar inshaalloh. Shuni inshaalloh. Rahmat, ko'p rahmat qarindishim.
Ma'qul qarindishim, Allohga omonat, o'zingni yaxshi asirg'in. Bo'pti, Allohga omonat. Ma'qul, xo'sh.